Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Men sizlarga ushbu Avalon konditsionerini Wi-Fi ga qanday ulanishini tushuntirib o'tmoqchiman. Diqqat bilan kuzatib boring. Obuna bo'lib qo'ysangiz yanada yaxshi bo'ladi. Play Marketga kiramiz. Bu yerdan Freedom deb qidiramiz. Bu yerdan Freedom yuklab olamiz. Men yuklab olganim uchun ochish tugmasi chiqyapti. Ochamiz ilovani. Bu yerdan Sign up now tugmasini bosamiz. Hamma shartlariga rozilik bildiramiz. Continue tugmasini bosamiz. O'zbekiston chiqyapti. Endi bu yerga email adres kiritamiz. Email pochta. Masalan, mana shu next. Kod pochtamizga boradi. O'sha pochtaga borgan kodni verification kod xuddi o'sha joyga kiritishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan Gmail ga kirib turib, pochtamizdan kelgan kodni ko'ramiz. 4531. Shu yerga kiritamiz. 4531. Passwordga o'zimiz xohlagan murakkabroq parol kiritishga harakat qilamiz. Bitta bosh harf, qolganlari kichkinada, yana qanaqadir belgi qo'yamiz. Shu bilan parolimiz murakkab bo'ladi. Keyin dan tugmasini bosamiz. Bu yerdan o'z deb yozamiz. O'zbekistonni tanlaymiz. Yashash manzilimizni, viloyatimizni tanlaymiz. Masalan, Namangan, Aqlobod. Start to use tugmasini bosamiz. Endi bu yerda mana add device tugmasini bosib turib, air conditioner tanlaymiz. Bu yerda bizga Wi-Fi ni qanaqa qilib yoqish kerakligini tushuntirib o'tyapti. Get started qilamiz. Bu yerdan Wi-Fi ga o'zimizning uyimizdagi Wi-Fi ga ulanib olamiz, parolni teramiz. Connect to Wi-Fi tugmasini bosamiz. Bu yerdan qidirishni boshlaydi. Hozir men sizga yoqishni tushuntirib o'taman. Qo'limizga pultni olamiz. Menu bilan OK tugmasini bosamiz, bitta tugma. Bu yerdan Health mana miltillab turibdi. Xuddi shu tugmaning ustida menu OK tugmasini 16 marta tezda bosamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Shunda mana konditsionerlarimizdan TT degan signal chiqadi. Konditsionerimizni qidiryapti. Mana air conditioner chiqdi. Shuni ustiga bosib turib join the room tugmasini bosamiz. Bu yerda xohlagan nomimizni tanlab olishimiz mumkin. Masalan, yotoqxona, oilaviy xona, xohlaganimizni tanlaymiz. Masalan, mana family room, oilaviy xonani tanlaymizda next name yo device tugmasini bosamiz. Bu yerdan konditsionerimizni nomlab qo'yishimiz mumkin. Shu holatda qolsa ham bo'ladi. Save tugmasini bosamiz. Mana barchasi bajarildi. Use device now tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek konditsionerimizga ulandi.